Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining rasmiy YouTube kanalidasiz. Bugun sizlarga haqiqiy off-road avtomobil bo'lgan O'zbekiston bozoriga endi kirib kelgan rasmiy 3 yil 100 ming kilometr kafolati bilan sotilayotgan M-Hero 817 avtomobilni ko'rsatamiz. Avtomobilni ko'rishingiz mumkin. Old qism juda ham chiroyli hamda brutal tarzda ishlangan, ya'ni derski deydi. Shunaqangi ishlangan avtomobilimiz juda ham chiroyli ko'rinishda, chiroqlari ham ajoyib tarzda joylashtirilgan, old qismida to'liqligicha yonadi. Undan tashqari logotip ham xuddi shunday yonib turadi. Kamera 360, parktronik sensorlar, hamma narsa bor. Undan tashqari bamferi ham baquvvat materialdan ishlangan va 30 gradus qiyalikdagi joylarga bemalol mana shu holatda avtomobil chiqib keta oladi. 275 ga 60 R20 Continentaldan cross contact shinalar o'rnatilgan, old qismida 2 bo'g'inli to'liqligicha mustaqil podveska. Undan tashqari sizga ham ko'rinib turgan bo'lsa kerak, pnevma podveska funksiyasi ham bor, kameralar ham bor yon qismda, ko'zgularimizni pastki qismida ham kamera bor hamda tom qismida lidar bor, ya'ni avtomobilimiz avtopilot tizimida ham bemalol harakatlana oladi. Orqa g'ildiraklar ham 4,5 gradusdan 9 gradusgacha bemalol qayrilib beradi va mana shunday bahaybat bo'lgan 5 metrli avtomobilimiz 5 metr 20 santimetr joydan birtada o'zi aylanib ola oladi. Shunaqangi juda ham zo'r funksiyaga ega va orqa qism ham oldi bilan bir xil 2 bo'g'inli to'liqligicha mustaqil va pnevma podveska bilan birga jihozlangan. Reylinglar, do'galarni ham ko'rib turibsiz, baquvvat. Bu haqiqiy tomiga yana qo'shimcha yukxona qo'ysangiz ham bo'ladi va panorama tom ochiladi. Yon ko'zgularimizda isitish funksiyasi, avtomatik qayilish hamda orqada avtomobil kelsa ogohlantirish funksiyalari ham bor. Eshikni ochishimiz bilan mana bunaqangi chiroyli va baquvvat bo'lgan o'zini elektron zinalari ham chiqib keladi avtomobilda. Eshiklarda tortib olish funksiyalari ham albatta mavjud. M-Hero yozuvlarini ko'rishingiz mumkin. Bu esa avtomobilimizning off-road avtomobillarga xosligini saqlab qolish uchun qo'yilgan qo'shimcha aksessuar desak ham adashmagan bo'lamiz va chiroqqa ahamiyat bering. Plus shaklini ham eslatib yuboradi. Faqatgina yuqori qism uzunroq ekan. ADS yozuvlari, ya'ni avtopilotda harakatlanish hamda M817 avtomobilimizni modeli ham yozilgan. Chiroqlari ham ajoyib, yuqori qismda qo'shimcha kameralar, 360 gradus kameramiz ham shu yerda joylashgan va yukxonani ochishimiz ham mumkin. Prado avtomobilnikiga o'xshash tarzda ochiladi va bu yerga bemalol yuklaringizni joylaysiz. 690 litr sig'imga ega bo'lgan kattakon yukxona. Bu yerda esa avtomobilning rem komplektlarini ko'rishimiz mumkin. Mana buni qarang. Juda ham ajoyib bo'lgan narsa. Avtomobil agar loylarga botib qolganda tortish uchun kerak bo'ladi. Nafaqat bu avtomobil, boshqalarni ham chiqarsangiz bo'ladi va mana bu yerda ajoyib bo'lgan funksiya bor. Bundan foydalanib avtomobilning orqa qismini, ya'ni podveska va yukxonani pastroq qilishimiz mumkin. Yuklarni joylash uchun va tugmani bosib turib yana o'z holatiga yuqoriga ko'tarsak ham bo'ladi. Bu esa pnevma podveskani sharofati bilan amalga oshayotgan funksiya. Endi qarang, yukxonaga ham ahamiyat bering, qopqog'iga. Yopish unchalik qiyin emas, katta bo'lgani bilan shunday olib kelib qo'ysangiz o'zi avtomatik tarzda tortib oladi. Avtomobilning gabaritlarini ham aytib o'tadigan bo'lsak, uzunligi 5 metr 10 santimetr, balandligi esa 1 metr 88,9 santimetr, deyarli 1 metr 90 santimetr desak ham bo'ladi. Eniga esa 1 metr 99,8, deyarli 2 metr enli avtomobilimiz. Endi balandligi, yerdan balandligi qancha desangiz, 25 santimetr berilgan, ya'ni 250 millimetr. Bu siz eng pastga tushirgan holatingizdagi, ya'ni minimal holatdagisi. Mana bunaqangi baland qilib ham tog'li joylarda maza qilib boshqarsangiz bo'ladi avtomobilni. Ichki qismga ham joylashib oldik. O'tirish qulay, o'rindiqda xotira bor, undan tashqari massaj funksiyalari ham bor. Buni hozir sizga ko'rsatamiz. Mana bu sovutish, ikkala old o'rindiqda, isitish orqa o'rindiqlarda ham hamda rulda bor. Massaj esa ikkita old o'rindiqda 3 xildan massaj qilish funksiyalari ham avtomobilda mavjud. 15.6 dyumdagi markaziy displey, to'liqligicha Huawei bilan hamkorlikda ishlangan. Shuning uchun ishlashlari ham juda ham zo'r. Bemalol mana bunaqa mavzularni ham o'zgartirib olishingiz mumkin. Head-up displey o'rnatilgan. Deyarli 9 dyum atrofidagi tabloyimiz ham bor bu yerda. Face ID tizimlari. Yuqorida esa panoramani ochishimiz uchun tugmalar joylashtirib o'tilgan va mana bu orqani ko'rsatib ketadigan Broadway oynalari to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib ketadi. Kameraga ulangan, juda ham zo'r ko'rsatadi. Deyarli ko'z bilan bir xil desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ko'ryapsiz, panorama tom ochiladi, juda ham katta. Pardasini oxirigacha ochsak, bemalol tabiat bilan hamohang ravishda harakatlansangiz bo'ladi avtomobil. Mana bu yerdagi tugmalarga ham ahamiyat bering. Avtomobilning pnevma podveskasini past baland qilish, qulflab qo'yish, kamera 360, iqlim nazorat qilish hammasi shu yerda. Bu yerda esa simsiz quvvatlash, zaryadlash porti, mana bu esa soati. Siferblatini ham bemalol qarang. Qo'lingiz bilan
o'zgartirsangiz bo'ladi. Buni shayba qilib bursangiz bo'ladi. Unda avtomobilni yurish rejimlari o'zgarishni boshlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Standart, sport, snow, mat, sand, qum degan adashmasam tosh shunaqangi 8 taga yaqin yurish rejimlari ushbu avtomobilimizda mavjud. Va mana bu qismda cool box ham bor, ya'ni siz bundan muzlatgich sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda ham qo'shimcha tugmalar o'rnatib ketilgan. Stakan qo'yish uchun joylarimiz, mikroliftli joy ham bor. Bu yerga ham narsalaringizni qo'yishingiz mumkin. Tugmani bossangiz esa bardoshuklari ochiladi. Mana bu yerda qarang, haqiqiy off-road avtomobillarga xos bo'lgan ushlagichlar ham qo'yib ketilgan. Undan tashqari bu yerda ham bor, lekin haydovchiga qo'yishmabdi shuni. Haydovchiga ham qo'yilganda juda ham ajoyib bo'lardi, qulay bo'lardi deb o'ylayman. Ko'rganingizdek, avtomobilning ichki qismi juda ham yaxshi, multi-rul, hamma narsani boshqarsak bo'ladi, o'tirish qulay. Charmlariga keladigan bo'lsak, mana bu torpeda qismi yumshoq materiallardan ishlov berilgan, o'rindiqlarda esa nappa hamda sof teridan foydalanib o'tilgan. Orqa qatorga ham joylashib oldik. Bu yerda ham ushlagichlar bor. O'zingizni haqiqiy off-road avtomobilda his qilib ketishingiz uchun mana bu eshik dastaklari ham chiroyli tarzda ishlangan. Suyanchiqlar, tirsak suyanchiqlari, bu yerda esa stakan qo'yish uchun joylarimiz bor. O'rindiq ham qulay. Aytib o'tganimdek, orqa o'rindiqlarda isitish funksiyasi bor. Mana bu yerdagi kichkinagina sensorli displeyimiz orqali esa orqa qator uchun iqlimni nazorat qilsangiz bo'ladi. Avtomobilimizda ambient chiroqlar ham bor, 256 xil rangga o'zgaradi. Undan tashqari aytib o'tganimizdek, bu nisbatan premiumroq bo'lgan off-road avtomobil hisoblanadi. Shuning uchun 18 ta Dyne audiodan avtomobilimizda karnaylar ham o'rnatib ketilgan. Ushbu bahaybat off-road avtomobilimiz gibrid shaklda harakatlanadi. 1.5 turbina motor 197 ta ot kuchini beradi. Agarda siz motorida, ya'ni elektr energiyasi tugab motorda harakatlansangiz, yuziga 8,5 litrgacha avtomobilimiz yoqilg'i sarflaydi. Sifatli bo'lgan 95 markali yoqilg'idan quyishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari bunda elektr motorlar ham bor, old hamda orqa qismda, ya'ni to'rtala g'ildiraklar ham haydovchi hisoblanadi. 551 ta ot kuchi, 180 km maksimal tezlik va 5-6 soniyada 0 dan 100 gacha qo'zg'alish ushbu avtomobilimizni texnik xususiyatlari hisoblanadi. Undan tashqari elektr energiyasini o'zida ham harakatlanadi. 31 kWh sig'imiga ega katldan temir fosfat batareyalar o'rnatilgan. Bu avtomobilimiz to'liqlikcha reallikka yaqinroq standart bo'yicha 110, CLTC standarti bo'yicha esa 150-140 km gacha bo'lgan masofani bosib o'tadi. 84 litrlik yoqilg'i baki bilan birga esa, ya'ni to'la yoqilg'i hamda to'la zaryad bilan 1300 dan 1200 km gacha bo'lgan masofalarni bemalol ushbu avtomobilda bosib o'tsangiz bo'ladi. Tog'larga chiqasizmi, boshqa joydan juda ham qulay, ko'ryapsiz. Undan tashqari qo'shimcha projektorlar ham tom qismida o'rnatib ketilgan. To'g'risi dizayn bo'yicha juda ham chiroyli bo'lgan avtomobil. O'ziga xos brutal ko'rinishda o'tkir burchaklardan ham foydalanib o'tilgan. Obzorimiz sizga ma'qul keldi deb o'ylayman. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, avtomobil haqida o'z fikringizni qoldirishni esdan chiqarmang. Aytib o'tganimdek, King Motors'dan 3 yil 100 ming kilometr kafolati bilan rasmiy ravishda avtomobilni xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi ham juda ham ajoyib. Hozirgi kundagi avtomobilning narxi $100 deb baholangan. Pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizni King Motors'da kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.